Tonirovka uchun to'lovni arzonlashtirish kun tartibida emas ekan do'stlar. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tomonidan jurnalistlar uchun tashkil etilgan matbuot anjumanida Yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Erali Bozorov ma'lum qildi. Mas'ul shaxs 2018-yilda, ya'ni tonirovka uchun dastlab ruxsat etilganda, uning miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 90 barobar, ya'ni 37 million so'mdan oshiq mablag'ni tashkil etgani. 2019-2022 yillardagi o'zgartirishlarga ko'ra bugungi kunga kelib ushbu to'lov old oynalar uchun 3 million 296 ming so'mni tashkil etishi va orqa oynalar uchun bepul ekanligini ham eslatib o'tgan. Bu esa so'nggi jazirama kunlarda jamoatchilikning yoz oylarining ma'lum bir davrlari uchun tonirovkani arzonlashtirish haqidagi gap so'zlarni shunchaki chippakka chiqaryapti do'stlar. 2025-yilning avgust oylarida esa aynan tonirovkani arzonlashtirish haqidagi gap so'zlar ham urchigan edi va bugun mana shu gap so'zlarga nuqta qo'yilyapti. Ya'ni hozirgi kunda tonirovka masalasi kun tartibida emas. Belgilangan tartib-qoidalarga amal qilishni unutmang. Eslatib o'taman, agarda tonirovkani ruxsatsiz yopishtirib oladigan bo'lsangiz, mana shu ma'muriy huquqbuzarlik aniqlanadigan bo'lsa, ming afsuski, afsus bilan qayd etaman, aynan ushbu qoidabuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10 million 300 ming so'm miqdoridagi jarimaga tortilishingizga sabab bo'lishi mumkin. Biz esa yaxshi umid qilishni, yaxshi gumon qilishni davom ettiramiz. Balki keyingi yillarda aynan butun haydovchilar, jamoatchilik kutgan o'zgarishlar ham bo'lib qolishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda albatta o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring.